Biz qanaqa challenge'larga o'zi ishlayotgan paytimizda uchraymiz? Nima qiyinchiliklarga duch beramiz? Hozirgi tariflar bilan nima qilsak bo'ladi? Misol uchun hozir mandatory English qo'yildi. Bu degani endi haydovchilar ishga olayotganingizda ularni asosiysi ingliz tilisini kuchaytirishimiz kerak. Men sizlarga kichkina insight, kimdirlar HR qiladi, safety qiladi. Orientation'ga English exam tiqib qo'yinglar. Hozirdan. Misol uchun hammanglar maktabda, universitetda, litseyda o'qigan bo'lsanglar, qisqacha bir 5 ta savol. 5 ta savol, 5 ta savol writing, 5 ta savol speaking, 5 ta savol listening. Bo'ldi. Siz уже o'sha IELTS sistemani nima deydi, 10% ni o'zingizga o'tkazib qo'ydingizda, orientation'da siz haydovchingizda English professional skills'larni ko'ra olasiz. Agar o'sha zahotida sizni hamyurtingiz keladi, o'zbeklar keladi, o'rislar keladi, men bilmayman, aka, it's okay, eplab ketaman deydi. Aytishingiz kerak, aka, uzr. Shunaqa hozir payt keldi, biz ingliz tilini bilmasak, bizga violation keladi. Violation mani kompaniyaga point olib keladi. Men point olib keladigan haydovchi olib kelsam, men HR sifatida reputatsiyam tushadi. Bu yerda pul haqida gap ketmayapti-da. O'shaning uchun hammangizdan iltimos qilgan bo'lardim. Zamon sari adaptatsiya qilishimiz kerak.